Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolisa bugungi ishlarimizdan Furqat tumani Karmay MFda. Xo'p, akamizga jamiki uchastkasini polni yopib berdi. Xudo xolisa bunaqa joylarda ustakalar biladi. Hozir bu yerga jamiki 11 ta rom, 5 ta eshik, 7 ta 8 ta fortga qo'yib berdik. Padagonlilar bilan romda bunaqa ishlar bir kun, bir yarim kun vaqt oladi. Uyda egasi nima desam bo'ladi, ko'ngli ochiq, toza, yaxshi inson bo'lsa, ishlaring o'xshaveradi. Agar uyda egasi injiq, g'alatiroq odam bo'lsa, bunaqa ishlar bir 2 kun vaqt oladi. Xudo xolasa akamizga uchastkasini polni podvaldan tortib tepalarigacha hamma yo'qni qilib berdi. Xo'p, romlarimizga vodoslivlari bilan, padagonli postavkilari bilan, padagonlilar bilan qilib berdik. Xo'p, biz kelguncha 3-4 tashvachilar kelgan. Bizdan arzon hisoblab bergan, lekin akamiz shunchalik bizga ishonch bildirdi. Xuddi shu profilni qilib beramiz degan, arzon qilib beramiz degan. Xo'p, bizgina farqi nimada? Xo'p, shu penta profilda 2 xil qanoti bor. Bu qanoti ikkalasi narxi bir xil, lekin mana bu avvalgi qanotini mehnati ishi dicha og'ir bo'lgani uchun deyarli bir 10% akfa chiqiladi. Shu 10% ichida xudo xolasa biz ham bormiz. Nega? Sabab mana bu choklarni chotki qilib kraskalab, mana bu zazorlarni bir xilga olib kelish uncha nimaga emas. Xudo xolasa biz ishlarni chiroyli qilib topshirdik. Choklarni ko'rishlar mumkin. Kraskalab, chotki qilib. Xo'p, bu qanotimiz 8000 Infinity degan romimiz bu, o'shani videoni beradi. Eshiklarimizga balkon profil, teylarini alkafon nima qilib berganmiz? Alkafon и alyumin parog. Nega? Bu alyumin parogimiz keyinchalik mana bu yerda oyoqda ezilishlar, shunaqa muammolar bo'lmaydi. Eshiklarimizga akfa konfor ruchkalaridan, akfa zamoklaridan, akfa petlilardan qo'yib berganmiz. 2 qavat o'ynakka yopilishlari. Xo'p, har bir xonaga bittadan do'g'on mexanizm qilib berganmiz. Ruchkalarini, swing bronz ruchkalari. Do'g'on mexanizm ochilishlari juda yumshoq. Padagonlilarimiz avvalgi padagonli krishkalari bilan penalarni 100% qilib, montajni plankalari bilan chotki qilib o'rnatib berganmiz. Xo'p, plastmassa romlarga deyarli 100% desak ham bo'laveradi. Montajni plankadan foydalanyapmiz. Nega? Plastmassa romni ichkarisidan teshib, medved bilan deyarli xotirmay qo'ydik. Shuni hisobiga plastmassa romlarga polni montajni planka bilan ishlayapmiz. Nega? Ishda samaradorligini oshiradi. Profilda teshiydiganingizni sindirib qo'yish, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Hozir sovuq kunda shunaqa narsalar bo'lib turadi. Любое время buzaman deganda romda o'ynayni olmasdan turib, shuni kesib olinsa bo'laveradi. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, derazga murojaat qilaverasizlar. Imkon qadar ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Necha qorong'i tushib qoldi, shuni hisobiga to'liq video ololmadim. Xudo xolasa kunduz kuni kelib chiroyli qilib videolarni qilib beramiz.